hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Fokus xabarlarining 21 aprel kundagi xabariga qaraganda, o'tgan haftaning oxirida Harvard universiteti Xitoy Kompartiyasini cho'ng partiya deb maqtagan Xitoy amaldorlarini kutib olgan. 2018 yildan beri Xitoyning Nyu-York bosh elchixonasida elchilik vazifasini o'tayotgan Huang Peng juma kuni Harvard savdo maktabida o'tkazilgan 25 navbatlik Harvard universiteti Xitoy munbiriga qatnashib so'zlagan nutqida Xitoyning cho'ng madaniy sotsialistik davlat qurish tirishchanligini maqtagan. Xitoy Kompartiyasining cho'ng bir partiya ekanligini va Xitoydagi inson haqlari dafsanchiligining yolg'on ekanligini aytgan. Xitoyning buyuk zamonaviy sotsialistik davlat qurish tirishchanligini tabriklab, o'tgan 100 yilda Xitoy Kompartiyasi ittifoqlashib, Xitoy xalqini davlatimizni taraqqiy qildirish va kishilarning turmushini yaxshilashda dunyoga tangliq muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetakladi. Xitoy dunyo tinchligining qurg'uvchisi, yer shari taraqqiyotining to'hfakori va xalqaro tartibning qo'g'dug'uchisi, shundaqla insonlarning taraqqiyoti va ilgarilashi uchun bo'shashmay tirishadi degan. Huang Xitoy Kompartiyasining qat'iy qo'g'dug'uchisi bo'lib, ilgari Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligini rad qilgan. Irqiy qirg'inchilik lagerlarini ma'rif ta'lim-tarbiya markazi va terrorizm shundaqla radikallikni tugatishda unumli rol o'ynadi deb sifatlab, yolg'onlari bilan Xitoyning inson qalbidan chiqqan vahshiy qilmishlarini yoshirishga uringan. U yana Amerika jamiyatining ko'p xillik va sig'dirishchan bo'lish ro'yini izchil tashabbus qilib kelganligini, ammo bir qism tar ko'z qarashdagi kishilarning Amerikaning tarixi, madaniyati va sistemasiga o'xshamaydigan davlatlarni qabul qilishni xohlamaydiganligini, sotsializm yo'lining 5000 yillik tarixga ega Xitoy madaniyatida yıldız tartgan madaniyat ekanligini, buning 1 milliard 400 million Xitoyning tanlashi ekanligini, Xitoyning yaqinqi necha 10 yilda qo'lga keltirgan taraqqiyoti va ilgarilashining Xitoyning davlat ahvoliga mos keladigan to'g'ri yo'l ekanligini to'liq isbotlaganligini, bu yo'lda tavranmay mangdiganligini deyish orqali Amerikaliklarni Xitoyning hokimiyat yurgizish usulini qabul qilishga chaqirgan. Алдыңғы hafta Fox xabarlari raqamli gazetining Xitoyning 2021 yili Amerika universitetlari bilan 120 million dollarlik to'xtam imzolaganligi to'g'risidagi doklatidan keyin Huang Harvarddagi ziyoratini amaliyleştirgan. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi Twitter hisobidan buningga inkos qaytirib, biz Harvard universitetining Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Türkiye xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oshkora qo'llagan Xitoyning Nyu-Yorkdagi bosh elchisi Huang Pengni mehmon qilganligini qattiq ayblaymiz. Harvard universitetining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini ayblash orqali Uyg'urlardan kechirim so'rashini talab qilamiz dedi. Al Jazeera to'rining 21 aprel kunidagi xabariga qaraganda, Rivandaning g'arbidagi bir kanning direktori Sun Shuchan o'tgan yili sentabrda tutqun qilingandan keyin seshanba kuni bir jinoyat sheriki bilan birga sudchining hukmiga asosan ziyonkashlikka uchirg'uvchilarni qiynaganligi va yomon g'araz bilan tan jazosi berganligidek og'ir jinoyat sodir qilganligi uchun 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Sun 2 ishchiga hujum qilganligini e'tirof qilib, ularning to'xtamay mineral moddalarni o'g'irlaganligidan bezor bo'lganligi uchun ularni urganligini aytgan. 43 yoshli uning qo'yib berilishi to'g'risidagi munozaraga qatnashgan. U jami 1 milliondan ortiq Rivanda franki, ya'ni $1000 to'lash va yorish xatiga imzo qo'yish orqali bu ikkisiga to'lam berganligini aytgan. Qandaqla bo'lmasin, taftish mahkamasi uni 4 odamga hujum qildi deb ayblagan. Ziyonkashlikka uchirg'uvchilarning ular zaxmlanganligi va uningdan qo'rqqanligi uchun bu pulni qabul qilganligini o'ttirib qo'ygan. Ali Guroyi pay kontrol cheklik shirkatining yana bir direktori Sunga yordam berish jinoyati bilan ayblanib, 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi buningga Twitter hisobidan inkos qaytirib, Xitoy Afrikadagi va dunyoning boshqa joylaridagi bir balvoq bir yo'l tashabbusi qurilishi orqali yerli xalqlarni assimilyatsiya qilmoqda va Xitoy ijroiya amaldorlari Rivandada ko'rilganidek yerlik ishchilarni o'z vatanida jismoniy jihatda xo'rlab qiynamoqda dedi. Washington Post to'ri 20 aprel kuni e'lon qilgan Xitoy Tinch okeandagi orol davlatlariga kengayotidi. Amerika cho'qim chekindirishi kerak degan temdagi maqolada yer shari diqqatini Rossiyaning Ukrainani ishg'ol qilishiga qaratayotgan bo'lishi mumkin. Ammo dunyo boshqa yerlardagi masalalarga sal qarashga chorasiz. Xitoyning Solomon taqin oroli bilan imzolagan kelishimi buning bir misoli. G'arb Xitoy kuchining kengayishining oldini olmoqchi bo'lsa,
diplomatik o'yinlarini yaxshi o'ynashi lozim. Solomon taqim oroli Avstraliyaning Queensland shahridagi Avstraliya havo va dengiz armiya bazasidan 1100 mil yiroqlikda bo'lib, Xitoy armiyasi ittifoqdoshimizga shundoqla shimol va sharqdagi dengiz yo'liga tahdid selishi mumkin. Bu Amerikaning Tayvanga yordam berish tirishchiligini qalayimqonlashtirdi. Bu Xitoyning uzundan buyon Tinch okeandagi orol davlatlariga ta'sir ko'rsatishga urinishidagi eng yangi strategik taraqqiyoti. Avstraliya Lowy institutining xabariga qaraganda, Beijing, Kiribati, Fiji va Papua shundoqla Yangi Gviana qatorliq Tinch okean davlatlariga taxminan 170 million dollar yordam qilgan. Bu Xitoy uchun nurg'un amaliy manfaatlarni qo'lga keltirgan. Amerikaning Tinch okeandagi strategiyasi uchun Xitoyning bu foydani asliga keltirishi intayin muhim. Xitoyning Solomon, Vanuatu va Fijidagi bazalari Avstraliyaning sharq shimoliga kirishni unumli kontrol qilib, tahdid bilan kurash qilish uchun harbiy milkni qo'llanishga majburlaydi. Hatto Kiribatidagi bir Xitoy armiyasining mavjudligimi Amerika harbiy planlovchilarini har qanday tahdiddan mudofaalanish uchun boylik taqsimlashga majburlaydi. Urush yuz berganda Tayvan, Koreya yoki Yaponiyani qo'g'dash iqtidorimizni texmo ajizlatadi. Bayden hukumati bu qiyinchiliklarni obdan biladi. Tinch okeandagi harakat uchun ikki partiyali qurultayning qo'llashiga tayinishi mumkin. Xitoy bilan raqobatlashish uchun yillik 100 millionlarcha dollar yordamga ehtiyoj. Cumhuriyetçiler bu türge to'liq mablag' yurishtirishi kerak. Bir davlatni Xitoyning orbitasidan yiroqlashtirish, uning atrofida harbiy kuch qurgandan ko'p arzon. Xitoy bir davlatning demokratiya va zamonaviy kishilik huquq uqumiga sal qaraydi. Tanlashimizni manfaatimizdan ustun o'ringa qo'yish, yer shari ta'sirini yo'qotish va davlat bexatarligiga bo'lgan xatarni oshirishning ishonchli yo'li. Sovet ittifoqining yimirishi bilan boshlangan bir qutblik dunyo oxirlashdi. Bizning dushmanimiz amalning barcha Amerikaning ta'sirini yo'qotish uchun tirishyotidi. Ular urush qila oladi. Agar siz Solomon taqim orollariga o'xshash bek ko'p yerlarni yo'qotib qo'ysangiz, Xitoyning tahdidi sizga texmi yaqinlashadi. Keyincha bir bulunga chekingandan ko'ra ko'p pul xarjlab uni ittirayotgan yaxshi deyildi. Mustaqillik biz bugun va'da qilgan vazifaning ro'yi maydidir. Bu vazifa tarix va xalqqa va'da qilindi. Biz bu vazifani o'rindashga va'da qilganda iqtidorimizni joriy qildirish masalasi haqida ko'p o'ylandik. Natijada bizdagi qanoat va iymonning bizni muvaffaqiyat qozondiradiganligiga ishondik. Biz ishni mushundoq boshlagan insonlar. Biz izzat va shon-sharaf bilan yashashni xohlaydigan millat. Mustaqillik albatta siyosiy, pul muomala, iqtisod, adliya, harbiy va har jihatdan to'liq mustaqillikni ko'rsatadi. Men sanab o'tgan bularning birortasida mustaqillikdan mahrum qilish, millat va davlatning butkul mustaqilligidan mahrum qilishni ko'rsatadi, deydi Mustafa Kemal Atatürk. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.